Manda qonimda insulin gormoni baland chiqdi. Men o'zi 89 kilo edim. 89 kilo edim. Hozir mana o'lchadim, 83,75 gram chiqdim. 1,5 oy ichida bu men uchun yaxshi natija. Men bu kursga asosan yuzimdagi dog'larga kelgandim. Assalomu alaykum. Men Ergasheva Saida Saidjanova, vrach-kardiologman, 10 yillik tajribaga ega. Men Barnoxonni kursiga qatnashish maqsad qilib qo'ygan edim. O'zim vrach bo'lsam ham, o'zimni o'qitishimga ishongan holatda unaqa kursga qatnashmasdim. Sababi men hammasi yaxshi, organ to'qimalarim hammasi yaxshi deb o'ylardim. Lekin oxirgi vaqtda menda shu tana vaznim ko'tarilishini sezdim. Shuning uchun Barnoxonni muntazam ravishda Instagram tarmoqlarida kuzatganligim sababli tavakkal qilib shu kursga qatnashdim. Lekin mana kursda o'sha 1,5 oyni o'tdim. Men shu natijalarni aytmoqchiman. Barnoxon aytgan har bitta analizimni balki ortig'i bilan ham topshirdim. Qonimda insulin gormoni baland chiqdi hamda qolgan ba'zi bir gormonlarimda ham o'zgarishlar chiqdi. Shu Barnoxonni kurslariga qatnashib, aytganlarini qilib, aytgan o'sha dietalarni qilganligim uchun men o'zi 89 kilo edim. 89 kilo edim. Hozir mana o'lchadim, 83,75 gram chiqdim. 1,5 oy ichida bu men uchun yaxshi natija. Hozir 3 kunlik detoksdaman. Detoksda mana 3 kundan beri biz detoks qilyapmiz. Ya'ni autofagiya bu ovqat iste'mol qilmayapmiz. 3 kunida hatto bir quduqdan suv ichmayapmiz. O'zimni juda ham yaxshi his qilyapman. Boshida shu bir oy davomida tayyorgarlik ko'rib mana oxirgi mana shu 3 kun ichida 7 kunlik detoks davrida shu amaliyotni bajaryapman. Men o'ylagandim inson masalan dieta qilsa boshqacha bo'ladi dedim. Lekin men o'ylaganimdan juda ham yaxshiman. O'zim yengil his qilyapman. Объемlarimni o'lchadim. Объемlarim 5 santimetrga уже kichaygan. Men bu kursga asosan yuzimdagi dog'larga kelgandim, chunki o't qopimda yaxshigina dimlanish bor ekan. Jigarimda 2-stepen yog' bosish, gepatozim bor ekan. Bu narsani men o'zim bilmagandim. Lekin mana hozir menga bu ham o'zimlik qilyapman, ham o'zim medik bo'lganligim sababli menga dars bo'lyapti. O'rganyapman, bilmagan narsalarni o'rganyapman, bilmagan narsalarni yana o'qiyapman. Men xursandman. Vesim sekin-sekin birdaniga tushishini o'zim ham xohlamayman. Sekin-sekin vesimni tushishini xohlayman. Men o'yladim, detoksda qiynalaman dedim. Yo'q, mana ish jarayonlari bilan bo'lib, energiyam oshganligini sezyapman. Xudo xolasa kursni oxirigacha yetib boraman. Keyinchalik yana Barnoxonni yana kurslari bo'lsa, kurslarida ishtirok etaman. Men vrach sifatida yaxshi natija oldim. Keyinchalik ham shu Barnoxonni aytganlarini qilib, keyinchalik menga yana o'zimga kerakli ovqat menyusini tuzib beradi. Shunga umid qilaman. Hamda o'sha o'zimdagi defitsitlarimni to'ldirib, yana ham sog'lom bo'lib, yana ham yosh ko'rinib, ozib, maqsadim sog'lom bo'lish, yosh ko'rinish, ozish, bilimlarimni oshirish, kardiyo mashqlarini o'z vaqtida bajaryapman, qo'shimcha yana bajaryapman. Men qilolmayman deb o'yladim, yo'q, buni hamma qila olayotgan, faqatgina o'sha kuratorlar bilan, Madinaxon kurator bilan har kuni aloqaga chiqaman, gaplashaman. Ular masalan xabar olib turadilar, o'sha soatma-soat nima qilyapsiz, deb nima yeyapsiz, nima ichyapsiz, qanaqa dietalaringiz yaxshi bo'lyaptimi, kamchiliklari bo'lsa so'rayman. Barnoxonni ishlariga omad tilayman.